Bugun darsimizda qisqacha ko'paytirish formulalarining teoriyasini o'tib chiqaylik. Birinchisi, ishki sonning qo'shindisining yoki ayrimisining kvadratini biz a kvadrat plus minus 2ab plus b kvadrat deb yozib olamiz. Qanday chiqqanini ko'raylik. Uning uchun biz mushu a minus deb ko'raylik. A minus b ning kvadrati deganimiz a minus b ni o'ziga 2 qatim ko'paytirish. Shu chog'da biz a ni a ga ko'paytamiz, a ni b ga, b ni a ga ko'paytib, b ni b ga ko'paytamiz. Bo'ldi a kvadrat elingan ab elingan ba va minus minus plus b kvadrat. Bu yerda a bilan b bilan a ning ko'paytirishi o'xshash qo'shilg'ichi hisoblayotsak bo'ldi. Chiqdi a kvadrat minus ab va minus ab minuslar qarz o'xshash o'skashga minus minus qo'shilib, biroq minus belgisi qoldi. Bo'ldi 2ab plus b kvadrat. Mana birinchi formulamiz mana shunday. Plus bilan asomatni plus kelib, shikastlangan abning oldida plus turdi. Ikkinchi formulamiz ishki sonning kvadratlarining ayrimisi, shu ishki sonning ayrimisi bilan qo'shindisining ko'paytirmasiga teng deymiz. Ko'raylik. Bu ham hisobladi. Biz nima qilamiz? Prosta tirnoqlarni ochamiz. A ni a ga, b ni a ga, b ni b ga. Shu chog'da bo'ldi a kvadrat plus ab minus b ani o'rnini almashtirib ab deb yozaylik va minus b kvadrat. Bu yerda ab bilan minus ab ni qisqartib etsak, qoldi a kvadrat minus b kvadrat. Mana ikkinchi formulamiz chiqdi. Uchinchisida ishki sonning qo'shindisi va ayrimisining kublari. Uni biz a kub plus minus 3a kvadrat b plus 3ab kvadrat plus minus b kub deb yozamiz. Bu yerda ansal uzunroq bo'lishga yodlamoq tez. Shuning uchun bir qatim chiqarish yo'lini ko'rsatay. Bu formulani yodlama deymiz, biroq yodlashni hojati yo'q. Sizlar har qachon unutib qolgan bo'lsanglar, o'zinglar a plus masalan minus deb ko'raylik, a minus b ning kubini 3 qatim yozib, bundaq tirnoqlarni ichib chiqarsanglar bo'ldi. Shu chog'da men hozirlar a minus b ning kvadratini ko'rsatdim. U bizda chiqdi a kvadrat minus 2ab plus b kvadrat. Ko'chirib yozay. Hozirlar chiqarishga, biroq unutib qolgan bo'lsanglar, ya'ni a ni a ga, b ga ko'paytib chiqsanglar bo'ldi. Uchinchi tirnoqni ko'chirib yozamiz. A minus b. Ko'paytaylik. Endi a kvadratni ko'paytamiz a ga va b ga. 2ab ni ko'paytamiz a bilan b ga va b kvadratlarni bunday ko'paytib chiqamiz. Shu chog'da a kvadratni a ga ko'paytsak bo'ldi a kub minus a kvadrat b. 2ab ni a ga ko'paytsak minus 2a kvadrat b. Minus minus plus bu ketadi 2ab kvadrat. Axir qisqaldi b kvadratni buni ikkisi ko'paytib etish. Bo'ldi. B kvadrat a, uni biroq biz ab kvadrat yozib olaylik. Alfabet bilan ab mang'ashqa ab deb yozaylik. B kvadratni minus b ga ko'paytsak bo'ldi minus b ning kubi. O'xshash qo'shuvchilarni siz qo'yay. A kvadrat b ab kvadrat bilan ab kvadrat o'xshashqa yig'ib olaylik. Bu bo'ldi. A kubni ko'chirib yozamiz. Minus mana mayli ko'rmaydigan biri bor. Shu yerda 1 ga 2 ni qo'shib etsanglar 3 unutmaymiz. Qarzlar ko'paydi. Mayda minus minus a kvadrat b plus 2 ga 1 ni qo'shib etsak 3ab kvadrat va minus b kub. Shu yerda men bo'lak-bo'lak buni plus minus formulalarni yozib bo'lak yozsam yomon ko'payib ketadigan, shuni qo'rqitmaydi deb sizlarni. Plus minuslarni yozib chiqdim bir. Mayda 2 formula. Monoton 2 formula bor. Shularni minusini yozib chiqdik. Shundaqla sizlar o'zingizlar praktik bo'lsin deb a plus b ning kubini shu men ko'rsatgan yo'l bo'yicha chiqarib, rastınla a kub plus 3a kvadrat b plus 3ab kvadrat va plus b kub bo'lganini ko'rsanglar bo'ldi. Oxirgi formulamiz ishki sonning kublarining qo'shindisi va ayrimisi. Bu yerda yana shular a'larni ko'paytib chiqamiz. Buni 3 a'zolikning hammasiga. Keyin b ni ko'paytamiz. Shu chog'da a kub qachonlar plusni olaylik, b minusni ham plusni olsak, mana shu yuqoridagi belgi bilan ma'lum. A ni a kvadratga ko'paytsak a kub, a ni minus ab ga ko'paytsak minus a kvadrat b va plus ab kvadrat chiqdi ekan. B ni ketdik. B biz plus bilayapmiz. B ni a ga ko'paytsak plus a kvadrat b. Mayda plus olsak, mayda minus olamiz ekan. Minus ab kvadrat va plus b kub.
Bu yerda endi qarang, buni a kvadrat b bilan minus a kvadrat b bilan plus a kvadrat b o'zaro qisqarib ketadi. Birisi plus, biri minus o'xshash bo'lg'achqa. Shundaqla ab kvadrat bilan minus ab kvadrat qisqarib ketib, bizda qoldi o'ng'ayli a kub plus b kub. Mana qisqacha mushtaq formulani biz yodlashning hojati yo'q. Sizlar har qachon esingizda deb qo'yay. Unutqansanglar, просто buni tirnoqlarni ichida akkuratni ichib chiqsanglar, har qachon mush formulani o'zinglar chiqarib ko'rsanglar bo'ldi. Endi bu formulani biz 7-sinfda boshlaymiz o'tishga. Keyin 9, 10lar bo'lgan 9-sinfda trigonometriya 8dan boshlasanglar, aslida trigonometriyalik ifodalarni o'tganda masalan bizda bunda bo'lishi mumkin. Agar sinus kvadrat alfa minus kosinus kvadrat alfa tursa, sizlar bu yerda deysizlar, bu bizda bunu sinus alfani a deb olsak, kosinus alfani b deb olsak, shu vaqtda bu bizda ishki sonning kvadratlarining ayrimsi formulasi keldi. Keyin a minus b bilan a plus b ning o'rniga sinus alfa minus kosinus alfa va sinus alfa plus kosinus alfa deb yozsanglar bo'ldi. Trigonometrik sinus bo'lishi mumkin, u masalan daraja bo'lishi mumkin, masalan 3 darajasi 2x elingan 5 darajasi 2x deb qo'ysam, bularni biz 3x ni a deb, 5x ni b deb, shundaqla a kvadrat minus b kvadrat, buni endi eng jiq ishlatadiganimiz bizda mush formula. Boshqa trigonometriyalik bo'lsin, darajalik, daraja chiqarish, yo bo'lmasa logaritmik funksiyalarda ko'p ishlatamiz. Shundaqla endi bularni to'g'ri ishlatamiz. Shuning uchun sizlar kelajakda yaxshi buni tushunish uchun endiki video darsimizda biz mushu formulaga hisoblarni chiqaramiz. Bir yerlarni tushunmay qolgan bo'lsanglar, kommentariyga yozib qo'yinglar.